Darslar bepul bo'lganda men ham qatnashgan bo'lardim. Sizga tanishyapman. Afsus, hozir imkonim yo'q. Uyda o'tiraman, hozir dekretdaman. Darslaringizni bepul deb o'ylabman. Pulli bo'lganini bilganimda olmasdim yoki keyingi safar qachon ishga chiqqanimda, qachon o'zim qo'limda pul bo'lganda olaman degan afsuslanishlarni juda ko'p eshitaman. Tushunaman, hozir ba'zi ayollar uyda o'tiradi, dekretda o'tiradigan ayollar bor. Shu uchun hammada ham pulli dasturga imkoniyat bo'lmaydi. Shu uchun sizlar uchun mana shu sababni olib tashlashga qaror qildim. Men o'zimning ishimni juda ham yaxshi ko'raman. Bundan tashqari, o'zini o'zgartirishga harakat qilayotgan, o'zini o'zgartiradigan, ishtiyoqi bor, motivatsiyasi baland ayollarni juda ham yaxshi ko'raman va bunday ayollar bilan bepul ishlashga ham tayyorman va siz uchun bepul, mutlaqo bepul bo'lgan mini dastur ishlab chiqqanman va bilimlarimni sizlar bilan mutlaqo bepul ulashaman. Sizlar uchun bepul video dars tayyorladim. Bu video darsda siz qandaydir qanaqa mashqlar qilish kerakligi, mashqlarning texnikasi, ovqatlanish tartiblari va boshqa kerakli narsalarni hammasini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa o'zingizni ortga qoldirishga hech qanday bahona topa olmaysiz. O'zingizni o'zgartirishni xohlasangiz va o'zingizni va nihoyat birinchi o'ringa qo'yishni xohlasangiz, hoziroq